2019-yil tugatganimdan keyin shu Hanva kompaniyasiga, Hanva Kogyo, ya'ni shu trading savdo sanoat kompaniyasiga ishga kirganman. 2019-yil kirishimdan oldin biz Hanva kompaniyamizda ishlaydigan bir xodimimiz bo'lgan. O'sha xodim bilan bir ko'rishganimizda biz kompaniyada internship hozir ochilgan, shunga qatnashib ko'rmaysan deb menga taklif bergan. 2019-yil aprel oyidan kompaniyada o'z faoliyatimni boshlaganman. Asosiy faoliyatimiz hali ta'kidlab o'tganimday Yaponiyadagi endi biomass issiqlik elektr stansiyalariga yoqilg'i yetkazib berish, bundan tashqari mana shu yoqilg'ini ishlab chiqaruvchi zavodlarga investitsiya qilish, ularni sotib olish bo'limi bo'lgan. O'sha bo'limga kirib o'z faoliyatimni boshlaganman. Menda asosan 3 ta qiyinchilik bo'lgan. Universitetda pedagogikani bitirganman. Bitirib kompaniyaga kiryapman-da, menga mana shu 3 ta vazifani menga boshidan yuklashyapti. Ishga kirganman, bir haftadan keyin Indoneziyaga 3 haftaga yuborishgan, borib ishda o'rgan deb. Lekin men umuman pedagogikadan chiqqanim uchun bu FOB nima, ya'ni o'sha biznes sohasida ishlatiladigan usloviyalarda sotib olish usloviyalari. FOB nima, CFR nima, aytmoqchi bo'lganim, biznes sohasini alifbosini ham bilmasdim-da. Alifbosini bilmasdan turib menga o'sha vazifa berilyapti. Ya'ni yapon tilining alifbosini bilmasdan turib yapon tilida so'zlash vazifasini topshirilgandek gap bo'lganda, hech narsani bilmayman. Bu menga juda ham qiyinchilik tug'dirgan. Ancha vaqt depressiyada ham yurganman, chunki ish jarayonlari ketyapti, 1 oy, 2 oy bo'lib ketyapti, hech narsaga tushunmaysiz-da. Bu menda juda ham qiyinchilik tug'dirgan. Bu qiyinchilikdan qanaqa chiqqanman? Yaponlarda bitta yaxshi odat bor. Bilaman emas, bilmayman, menga yordam ber. Nima qilsam bu narsada men bilishim, tezroq o'zlashtirishim mumkin deb yaponlardan chiroyli so'rasa, yaponlar xuddi o'z farzandiga o'rgatayotganda juda ham bular o'rgatishni, bilim berishni yaxshi ko'ruvchi xalqda, ya'ni o'z vaqtini anaqa achinmaydi o'rgatish sohasida aynan. Men ham shu narsani bilardim o'z ishga kirishdan oldin. To'g'ridan-to'g'ri endi bizda menejerimiz bor edi. Menejerimizga borganman, hech narsani tushunmayapman. Bunaqada men uzoq kompaniyada ishlay olmayman. Menga yordam ber, nima qilishim kerak desam, seni tushundim, ertaga gaplashamiz, uchrashuv, anaqa meeting tashkil qilib qo'y dedi. Ertasiga menga kurslar tayyorlab qo'yibdi-da. Mana bu odamni biznes kursiga borasan. Mana bu yerda seminar bor. Hamma to'lanadigan pul kompaniyaga, kompaniya sen o'zing to'laysan, kompaniya senga pul qaytarib beradi. Senga 6 oy muhlat, ham ish qilasan, ishdan keyin borib kurslarga qatnaysan degan. Menga bu juda ham katta foyda bo'lgan. Borardim-da, kurslarni o'rganib kelardim-da, bir hafta 10 kunda nimalarni o'rganganimni 30 minutlik meeting tashkil qilib qo'yardim, boshlig'im bilan diskussiya qilardim. Bunaqa narsani o'rgandim. Bu narsa boshlig'imga ham yoqqandi, tezroq menga ko'proq ish berish boshlagan. Bilasiz, Yaponiyada 3 yilgacha unchalik ish buyurmaydi-da, ya'ni kim uni tarbiyalab, o'rgatib borishadi-da. Menda o'sha yaxshi o'zlashtirib borganligim uchun tezda menga o'zimga ish berishni boshlashgan. Shuning uchun menda o'rganish bilan birgalikda uni amalda ham tez qo'llash imkoniyati paydo bo'lgan. O'shaning uchun ishni 1 yilda juda ham yaxshi o'zlashtirganman. Eng asosiy qiyinchilik shu bo'lgan, ya'ni o'z mutaxassisligim bo'lmagan sohada ish boshlaganim menda boshida ozgina qiyin bo'lgan, lekin juda ham yaxshi o'zlashtirib ketganman. Yaponiyaga ishga kirishimdan oldin men uydagilarga va'da bergan edim, 5 yilda O'zbekistonga qaytaman deb. Men o'sha Saisho Mensetsu, ya'ni oxirgi imtihonga kirishda ham Gonendagi hatarakasete kudasai deb iltimos qilganman. 5 yilda qaytib ketaman. 5 yil kompaniyada ishlashimga ruxsat beringlar. Albatta, Hanva kompaniyasini o'rtasiga olib ketib, biznes yo'lga qo'yishni kelajakda maqsad qilmoqchiman deganman. Keyin aytganimdek 4 yil 8 oy ishladim.
O'zbekistonga qaytishga qaror qilganim bu aniq edi. 5 yilda albatta qaytmoqchi bo'lgan. Bunda 3 ta faktor bor. Birinchisi farzandlarim, ikkinchisi ota-onam bu yoqdaligi, uchinchisi O'zbekistonda biznes qilish sabab bo'lgan. Endi farzandlarim bu yoqda 5 yosh, 4 yosh, keyin kichik farzandim 1 yosh bo'lganligi uchun обязательно qaytishim kerak edi, chunki ular birinchi o'rinda tarbiyasi, ta'limi, ham madaniy jihatdan, ham diniy jihatdan O'zbekistonni sharoitida o'sishini xohlaganman. Keyin ota-onam, endi bizning ota-onam, men 6-sinfdan chiqib ketganman, ya'ni internat maktablar bo'lardi u vaqtda. Internet maktab bizdan 20 kilometr uzoqlikda bo'lganligi uchun faqatgina uyga men yakshanba kuni kelardim. 6-sinfdan boshlaganman, faqat yakshanba kelardim. Internatni bitirgandan keyin litseyga chiqib ketdim. Litseydan keyin Toshkent universitetiga keldim. Keyin Yaponiyaga ketdim. Ya'ni men 13-14 yoshimdan boshlab ota-onamga почти xizmat qilmadim. 20 yil davomida. Shuning uchun ota-onamga kelib yonida xizmat qilishim, nafaqat ota-onam, endi bizda qishloq sharoiti bilasiz, qoni qarindosh, uni qo'shnichilik, hammaga yordam istagishini xohlaysiz, xizmat qilishni xohlaysiz, kim hammani issiq sovug'i bor, to'y marakasi bor. Shu narsalarga xizmat qilishni men o'zimga maqsad qilardim, bu ochiqcha gap. O'shaning uchun qaytmoqchi bo'lganman, bu uchinchisi. Keyin O'zbekistonda biznes ochish, Hava kompaniyasi imkoniyatlar kompaniyasi desa ham bo'ladi. Juda ham agressiv kompaniya. Ya'ni kim siz xohlasangiz ana shu biznesni deysizmi, imkoniyatni amalga oshirishingiz uchun har qanday sharoit yaratib beruvchi kompaniya hisoblanadi. Aynan bizning departamentimiz. O'shaning uchun Hava kompaniyasiga aytganman, ishdan ketishim paytida menga 1-2 yil vaqt beringlar. Men kompaniyani O'zbekistonda biznesini ochaman deb. Keyin ishdan ketayotgan vaqtimda aynan meni ishimni oladigan xodim ham topilmadi kompaniyamizda. Ya'ni men 1 yil oldin aytganman-da, 1 yildan keyin ketaman. Meni o'rnimga meni ishimni qila oladigan odam topib qo'yinglar. Ya'ni Chuto Sayo boshqa kompaniyalardan huntingni boshlayinglar deganman. 1 yil davomida topa olishmadi. Keyin ular o'zi taklif berishdi, Farruh ishdan ketsang mayli, O'zbekistonda kompaniya ochgin, biz bilan konsalting shartnoma imzolagin. Yaponiyadagi ishingni shundoq davom ettirgin, biz senga konsalting fee xohlagan pulingni to'laymiz. Bundan tashqari o'sha 2 yillik shartnoma qilamiz. 2 yil davomida biz seni o'rningga, seni ishingni qila oladigan xodimni hunting qilib boramiz, topishga harakat qilamiz. O'sha 2 yil davomida senga yaxshi imkoniyat, O'zbekiston bilan Hamvani o'rtasida, va Yaponiyaning o'rtasida biz sen bilan pulni ta'minlab boramiz, senda vaqt bo'ladi, biznes yaratgin deyishdi. Sana oylik bilan, oylik emas, mana konsalting, men qancha ish qilsam, menga KPI belgilanadi har oy. Shuni qancha amalga oshishiga qarab turib, menga konsalting pul to'lashadi ular. Bu narsa menga juda yaxshi bo'ldi, chunki menda ya'ni ishlab topish bilan umuman muammo yuzaga kelmaydi. Ya'ni o'zimni sevgan ishimni qila olaman. Chunki o'zimning ishimni ham juda ham yaxshi ko'rardim. Men juda ham xursand bo'lganman, sevgan ishimni yana kamida 2 yil davom ettira olishimdan. Keyin qaytib keldim, biznes qidirishni boshladik. Keyin izlanib yursam, bir kuni o'zimning ukam mosh eksporti bilan, Xitoyga mosh eksporti bilan 9 yil debman, 8 yil. Chunki 2016-yil boshlangan. 8 yildan beri mosh eksporti bilan shug'ullanadi. O'zbekistonni yaqin Xitoyga eksport qilinadigan moshini 40-50% ukamning kompaniyasi. Ya'ni ularda juda ham kuchli bilim, know-how bor. Xitoyga ham suyuqlik, ovqat, ya'ni sho'rva uchun eksport qilinuvchi mosh bor. Salat uchun eksport qilinuvchi mosh bor. Bu juda ham bir xil mosh, lekin farq qiladi-da. Bunda bilim bo'lmasa juda ham qiyin. Keyin ukam aytdi, yaponlar bizga kelishni boshlayapti. O'zbek moshiga talab bor shekilli. Shug'ullanmaysanmi deb taklif berishdi. Keyin Hamva kompaniyasining oziq-ovqat bo'limi bor. Juda ham katta, yillik $1 milliard savdo aylanmasi bor, juda katta departament. Ularga aloqaga chiqdim, nima mosh bilan shug'ullanamizmi desam, ularga ham yoqib tushdi. Menga 2 ta xodim berishdi shug'ullanish uchun. Men O'zbekiston bozorini o'rganaman, ular Yaponiyani bozorini o'rganadi. Chunki birlashsak tezroq o'rganish imkoniyatimiz bo'ladi. O'rganib chiqdik, qarasak juda ham katta
bozor, mosh bozori Yaponiyada yaqin Nyoku, 200 million dollarlik bozor, Nihakoku lik bozor bor. O'qitdik, zo'r-ku dedik. Keyin birinchi konteynerni jo'natdik. Hammasi nima desa bo'ladi, ko'karib ketib qoldi, o'smadi. Ikkinchi konteyner, uchinchi konteyner o'smayapti-da. Ya'ni yaponlar endi Xitoydan keladigan moshni 20-30 yillik tarixda faqat Xitoydan keladigan moshni metodikasida o'zbek moshini o'stirishga harakat qilyapti. O'zbek moshi o'smayapti. Hozir aynan mana 1 yil bo'ldi. Haligi dedik, ishini o'yinimo sannen dedik-ku, biz o'sha vaqtda qancha pul ketsa ham dedikda, faqat probaga jo'natib yurdik. Mana 1 yil bo'ldi, endi o'zbek moshini o'stirishga yaponlar o'rganishni boshladi. Kelishimiz sababi va bu yerda to'g'ridan to'g'ri ishlab ketgani menga foyda bo'ldi. O'zi Yaponiyadan qaytib keladigan o'zbeklarda ikkita asosiy masala bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Birinchisi bu tibbiyot. Ya'ni Yaponiyada endi shu darajada ijtimoiy himoya yaxshi rivojlanganki, bizni o'zbeklar kamida 5-6 yil, 10 yil yashab kelsa, baribir o'sha narsaga o'rganib qoladi-da. Unda standart paydo bo'ladi-da. Ya'ni O'zbekistonga boradimi, boshqa joyga boradimi, aynan o'zining standarti. Yaponiyada o'svaninatda o'sha standartiga qarab baholashga majbur bo'ladi-da. Bizda ham xuddi shunday bo'ldi. Biz keldik, bizga tibbiyotda ozgina qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni o'zimizni oilaviy shifokorimizni topib olish jarayoni bizda qiyin bo'ldi. Yo yaxshi 2-3 oy ichida biz o'zimiz uchun optimal bo'lgan oilaviy shifokorimizni topdik. Bu sohada bizda umuman qiyinchilik yo'q. Ikkinchisi, qaytib keladigan insonlarda bu ta'limda muammo bo'ladi. Ya'ni farzandimni qayerga bog'chaga berishim kerak, qayerga maktabga berishim kerak, bu yerda qanday o'qitiladi, qanday tarbiya beriladi degan narsa ham bo'ladi. Bunda ham endi nima desa bo'ladi? Bunda ham menda qiyinchilik bo'lmadi-da. Nimaga desangiz, shuni uyimni oldida yaxshi xususiy bog'cha ochilgan ekan, 1 yil, 1,5 yillik o'rganib chiqdim. Ya'ni bizning kriteriyalarımizga, ya'ni biz farzandimizga qanaqa tarbiya, qanaqa ta'lim berishimiz bo'yicha o'zimizning kriteriyalarimiz bor edi, oilamizda hammasiga %100 tushdi. Shuning uchun sirasi o'sha bog'chaga berdik. Bolalarimizni ham umuman anaqa nima desa bo'ladi, o'zlashtirishga, o'rganib ketishda qiyinchilik bo'lmadi. Shu jihatdan bizda boshida faqat tibbiyotdan muammo bo'ldi, keyin ijtimoiy endi mayda-chuyda bo'ladi. Liboy davlatga biz endi komandirovka bilan ko'p davlatga borasiz, har bitta davlatda o'zini mukammal, optimal jamiyat dunyoda yo'q bo'lganligi sari bizda ham, Yaponiyada ham, O'zbekistonda ham shunaqa. Endi ijtimoiy hayotda ozgina qiyinchilik bo'ldi, lekin har bir joyda 6 oy, 1 yil yashasangiz o'sha jamiyatga o'rganasiz. U jamiyatni qiyinchiliklari sizga oddiy holat bo'lib tuyuladi. Shuning uchun bizda asosiy qiyinchilik boshida tibbiyot bo'ldi. Hozir Allohga shukr, o'zimizning oilaviy shifokorimiz bor, o'zimizning doktorimiz bor. Men doim aytadigan ikkita narsa bor. Hali ham sizga aytdim. O'zbeklarda birinchisi shu ta'lim bilan tibbiyotni nima qilaman degan qo'rquv bilan keladi. Ya'ni qo'rquv emas, xavotir bilan keladi. Men bu narsada balki bu 100% shaxsiy fikrim, 100% shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni bizda O'zbekistonlik akalarimiz, o'rtoqlarimiz, ukalarimiz farzandli bo'ladi-da, ijtimoiy himoya zo'r rivojlangan-ki Yaponiyada. Ana shu standart asosida O'zbekistonga kelishadi-da. Keyin ta'limda, tibbiyotda o'zining ichki kriteriyalarga, standartiga O'zbekiston mos kelmasa, unga stress berishni boshlaydi. Nimaga keldim? Yaponiyada tinch yurgan edim, tezroq qaytib ketishim kerak degan jihat boshlanadi-da. Bu birinchisi. Ikkinchisi, balki men 100% xato o'ylayotgandirman. Buning uchun oldindan ham uzr so'rayman. Juda ham katta maqsad qo'yib yorishadi qaytib kelishayotganda. Tushunyapsizmi? Masalan, balki oylik jihatdandir, balki bu yerga kelib qanaqadir biznes yuritish sohasidadir. Balki bu yerga kelib davlat, umuman boshqa sohalarda ham faoliyat yuritishda ham maqsad juda ham katta qo'yib yuboriladi. Chunki kelib qaytib ketgan, masalan,
oz emas, ko'p emas 5 kishidan ko'proq odamni bilaman-da. Hammasida bir xilda, maqsad juda ham yuqorida, o'zini potensialini yuqori baholaydi. Bu juda ham yaxshi narsa. Inson doim o'z potensialini yuqori baholab unga intilish kerak. Lekin bu yerda qilaman deb keladigan maqsad yuqori qo'yib yuboriladi-da, tushunyapsizmi? Keyin keladida, qarasa o'zi maqsad qilgan ishga yetkiza olmayapti-da. Ya'ni nima qilish uchun keldim-u, nima qilyapman degan narsa bo'ladi-da. Undan keyin albatta bu narsa bu yerdagi o'zini ichki noroziligiga sabab bo'ladi, tezroq qaytib ketishiga undaydi. Vaholanki Yaponiyada ham masalan ideal emas-da, hech jamiyat ham, kompaniyalar ham ideal jamiyat yo'q, ideal kompaniya yo'q. O'shaning uchun sabab shu. Birinchisi, ta'lim va tibbiyotda o'zi uchun o'z standartiga mos bo'lmagan aniq tibbiyot sohasini yoki ta'lim joyini topa olmasdi. Ikkinchisi, maqsadini juda yuqori qo'yib yubordi. 1 yil yaxshi moslashib olsa, o'z mutaxassisligini topsa, ya'ni kim o'z ishini topsa, bizda nima? Ko'pchilikda pulsiz keladi. Chunki mashina olib qo'yadi, uy olib qo'yadi, keladida 2-3 oyda puli tugab qoladi. Keyin nima qiladi? Liboy ish qilishga harakat qiladi. Xuddi Yaponiyadagi gaijinlari shu katsidosiga o'xshaydi-da. Gaijinlar yaponlardagi shu katsido qilmaydi. Yaxshi kompaniyaga kira olmaydi-da boshida. O'zlari bir go'day o'xshadan boshlashadi, tap yiqiladi. Keyin zo'r mekerlarga topshirishadi, tap yiqiladi. Vaholanki shu katsido jumbi qilmagan. Testlarni hech bo'yi jumbi qilmagan. Mensetsu, Jikobunseki, kompaniya Kaysha Bunseki hech narsani qilmaydi-da. Maqsad yuqori qo'yiladi-da. Mana shu kompaniyada men ishlashim kerak. Rus tilini, ingliz tilini, yapon tilini bilaman. Vaholanki yaponlar ham rus tilini biladi. Yapon bor. U kompaniyalarga kiradiganlar ingliz tilini ham yaxshi bilishadi-da. Maqsad yuqorimi? Unga qarab yaxshi anaqa tayyorgarlik ko'rish kerak-da. O'shaning uchun bu yerdan xuddi shunaqa deb o'ylayman. Bu yerga keladi, maqsad dahshat yuqori qo'yiladi, amalga oshmaydi, keyin shipay bo'lib qaytib ketib qoladi. O'shaning uchun qaytib kelayotganda nima qilmoqchiligini avvalambor maqsadini aniq qilib olib, 1 yil o'zi ham bu yerga kelib puldan 1 yil qiynalmasa, 1 yil ichida yaxshi ish chiqadi deb o'ylayman. Keyin yaxshi ish chiqsa, biz anaqa ortiqcha stresslarsiz, ortiqcha muammolarsiz ishlab, oilasini, bolalarini ta'limiga, oilasini ijtimoiy hayotiga yetadigan oylikni topsa bo'ladi deb o'ylayman. Yaponiyada o'rgangan narsam ikkita bo'lib, bittasi hayotimda ham juda ham muhim, bu turizm. Ya'ni kim bu biznes bilan shug'ullanasizmi, shug'ullanmaysizmi? Birinchi o'rinda qilib ko'rish, o'rganib ko'rish, challenge qilib ko'rish. Bu menga juda ham foyda bo'lyapti. Masalan, kompaniyaga kirganimda ham aytdim-ku sizga, pedagog odam bo'lib kirganman. Nima ish bo'lsa qila olmayman demasdim. Bilmayman, lekin harakat qilib ko'raman, menga qildiringlar derdim. O'rgatinglar derdim. Hech qachon bu meni soham emas. Masalan, birorta xodim ishini Farq men buni qilib qo'y desa, nimaga uni ishini men qilishim kerak degan xayol biron marta menda bo'lmagan. Bo'ldi, qilib beraman. Bu faqatgina sizga foyda bo'ladi-da. Ya'ni unga qilib berasiz, uni ishini o'rganasiz, u xursand bo'ladi. Ertaga nimadir muammo bo'lsa, u sizga hech qachon uyga qara ana qilmaydi. Ya'ni kim ichki environment yaxshi bo'ladi, ichki muhit. Lekin o'zingiz mutaxassisligingiz yaxshi bo'ladi. Bu narsa menga juda ham foyda bergan. Hozir O'zbekistonga ham keldim. Shunchaki men xayolimning burchagida bo'lmaganda, mana shunaqa bor ekan. Qilib ko'ramiz. Mana Xudoga shukr, yaxshi yo'nalish bo'yicha yaxshi relsga tushib ketyapti. Endi hozircha ayta olmaymiz, hozir ximikat sohasida ham yaxshi yo'nalish chiqyapti. Buni umrimda u so'zini ham bilmasdim. Aniqroq mahsulot u yoqda tursin, so'zini ham bilmasdim. Menga taklif qilishdi. Yaponiya bilan gaplashdim. Biz aynan bizning kompaniyamiz bilan shug'ullansa bo'lar ekan. Buni ham yetdim yo'q. O'shaning uchun menga turizm yo'q. Ya'ni kim nimadir imkoniyat bo'lsa, qilib ko'rish qo'lidan keladimi, kelmaydimi, u sohani vakili emasmi, odamlarga ortiqcha noqulaylik tug'dirmagan holda baribir kimgadir va'da berib qilmaslik yoki
boshqa anaqa qolgan odamlarga noqulaylik tug'dirmagan holda qilib ko'rish eng muhimi. Ikkinchisi va'da. Endi biznes sohasi bo'lganligi uchun, oldi sotdi sohasi bo'lganligi uchun va'dada turish eng muhim deb o'ylayman. Chunki siz oldi sotdi biznes bilan shug'ullanyapsizmi, siz kimdandir sotib olasiz, kimgadir sotasizda. Zarar ko'rsangiz ham albatta qilish kerak. Qilaman, sotib olaman yoki yetkazib beraman degan va'da berildimi, qancha zarar bo'lsa ham qilish kerak. Zararga kiryapsizmi? Bu narsani darhol emas, qanchadir kayshoku, ya'ni ovqatlanib o'tirishda mana shundan shuncha zarar bo'lgan edi. Bo'limlarga bo'lib qachondir qaytaringlar deb shirin chiroyli ohangda yetkazib bersa, ya'niki birinchidan zararga kirib bo'lsa ham qilgan bo'lsangiz ishonchingiz ortadi. Siz vaqtida mahsulotni yetkazib beryapsizmi? Vaqtida aytilgan narxda sotib olyapsizmi? Bu juda muhim. Endi bu va'dada turish bu o'zimiz islom dinida ham muhim. Bizning farzlarimizdan biri. Men shuni o'rgandim-da. Men hayron qolaman. Endi bizda borki, biz endi o'zbekmiz, unaqa katta pul ko'rmaganmiz yoshligimizda. Endi 26-27 yoshda kompaniyaga kiryapmiz. Masalan, bir xil vaqtlarda 3-4 million dollar o'sha katta zarar bilan biz mahsulotlarni, ya'ni aniq bo'lsa, daytay kyo qilardik-da. Ya'ni o'rniga mahsulot olib borardik zarar bilan. Nimaga derdim-da? Force majeure-ku derdim-da. Masalan, men arendaga olgan kema shundoq cho'kib ketgan. Tayheyda shundoq cho'kib ketgan kema mahsulot 8000 tonna mahsulot bilan, lekin biz juda katta zarar bilan o'rniga mahsulot olib borib berganmiz. Hammasi nima uchun? Avvalambor o'sha partnyorlarning ishonchi uchun qilingan. Doim biz o'shaning uchun nima desa bo'ladi, biznesimiz hozirda ham faqat rivojlanadi. Mana zararga bo'lsa ham har doim baribir bergan ishimni qilaman. Nima sohada shuning uchun ham balki Xudo berayotgandir. Ishini o'yini musanni. Keldikmi, sabr qilib ishlash, bitta mutaxassislikda zo'r egallashga e'tibor berishni xohlardim. Ikkinchisi, Yaponiyada qaysi sohada ishlasam o'sha sohani mukammal o'rganib O'zbekistonda joriy etish. Uchinchisi, nima desa bo'ladi? Kelganda ham o'zbekistonliklarga anaqa narsada jamiyat haqida biz jamiyatimiz o'zgarib ketyapti, bunaqa deymiz. Avvalambor har bitta inson jamiyatda vakili bo'lgandan keyin, bir qismi bo'lganidan keyin o'zining atroflariga ko'proq ta'sir qila oladi-da. Qoni qarindoshi bor, ota-onasi, aka-ukasi, o'rtoqlari. O'shaning uchun hamma kelganlar iloji boricha Yaponiyadan olgan ijobiy xislatlarini o'ziga yaqin bo'lgan jamiyatga tarqatsa, jamiyatga kichkina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'ladi-da. Jamiyat kichkina bir bo'lagiga. Masalan, 100 ta odam kelib, har bir kishi 20-30 ta odamga yaxshi jihatlarni o'rgatsa, yaxshi xislatlarni, Yaponiyani o'rgatib, tatbiq qilsa, qancha odam o'zgaradi? Shuning uchun mana shu 3 ta narsa deb o'ylayman.